Mashoyixlarimiz shu shogirdlarni tarbiyalab, doim Allohning eng yaqin bandalari bo'lish uchun harakatlarida yordam berish maqsadida mana bizni tariqatimizda Naqshbandda 11 banddan iborat qoidalar ishlab chiqarilgan. Shu qoidalarni 8 tasini Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh, 3 tasini Bahovuddin Naqshband rahmatullohi alayh taqdim qilganlar. Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayh birinchi taqdim qilgan qoidalari hush har dam. Ya'ni har damda hushyor bo'lish. Hushyorlik. Har dam degani nafas olish degani. Dam degani parchada nafas. Nafasni olishda ham hushyor bo'lsin, chiqarishda ham hushyor bo'lsin. Nafasi oldim ishim bitdi demasin. Chiqarishi ham bor hali. Mana shunday hushyor yashasin mo'min odam. Hushyor bo'lmasa nima bo'ladi? G'ofil bo'ladi. G'ofil bo'lsa nima bo'ladi? Bilmasdan gunohga kirib ketaveradi. G'ofilda. Hushyorligini yo'qotdi u. Hushyorligini yo'qotganki odam xatoga yo'l qo'yadi. Yo'lda mashinasini haydab ketayotgan odam hushyor bo'lsa, alhamdulillah ishi yaxshi. Bir zum hushyorlikka ketdimi, falokat. Shuning uchun banda doim hushyor turishni mana shu muroqaba degan orqali yuzaga chiqarishi kerak. Allohning zikrini qilib yuribdi, har doim hushyor turibdi. Endi mana shunda qayerda bo'lsa ham Allohni zikr qilish imkonini topadi. Qayerda bo'lsa ham Allohni ko'rib turgandek unga ibodat qilishi yoki Alloh meni ko'rib turgandek degan yashashga muyassar bo'ladi.